sizlar ajrashishga hech qachon kech emas. Agar ajrashaman desangiz, hozir eringizga ajrashaman deng, sizni hech kim majburlab uni oldiga yopishtirib qo'ymaydi. Lekin chiroyli oilani yaratish, chiroyli oilani sabr bilan qurish uchun bizga donolik kerak. Qachonki biz dono ayol bo'lsak, o'shanda biz konfliktga bormaymiz. Shuning uchun ham ajrim bu eng oxirgi nuqta bo'lishi kerak. Shunchaki turmush o'rtog'ingiz bilan 15 yildan beri yashayapsiz, 4 yil oldingi xiyonatni ko'ribsiz. Bir narsani shunchaki fakt sifatida qabul qilingki, haligacha shuni kechirmadingiz. Menga hayot shu vaziyatni berganidan men o'sdimmi? Nimanidir o'zgartirdimmi? Nima bo'ldi? Mana shu savolni o'zingizga bering va mana shu savolda ko'pida javob shunaqa bo'ladiki, hech narsani anglamadim. Ya'ni aybdor qilib eringizni yashayapsiz. U go'yoki aybdor, haligacha sizga xiyonat qilgan va siz jabrdiyda. Lekin bir narsani aytaman, xiyonat ko'rgan bitta siz emassiz. Manavan degan ayollarga xiyonat qilishgan, manavan degan go'zallarga xiyonat qilishgan. Shunchaki Angelina Jolie va Brad Pittni tomosha qilib, "Wow, qanaqa zo'r juftlik" degan joyimizda oxir oqibat shu narsani bildikki, Brad Pitt Angelina Jolie'ga xiyonat qilibdi. Chunki qayerdadir biz o'zimiz ham shunga sabab yaratamiz erkakka. Ya'ni qayerdadir qaddimizdan oshamiz, erkakning hurmatini joyiga qo'ymaymiz, hurmatini pasaytirib tashlaymiz, mensimay qo'yamiz yoki haddan ortiq qulay bo'lib ketamiz. Xo'p bo'ladi, deb qo'rquvda yashashni boshlaymiz erimizdan. Va nima bo'ladi? Tabiiyki biz bilan munosabatni erkak demak bu bilan shunaqa munosabat qilish mumkin ekan degan tushunchaga keladi. Diqqatni o'zimizga ham qarataylik. Biz o'syapmizmi? Biz o'sib shu erkakka munosib ayol bo'layapmizmi yoki uni qadrsizlantirmayapmizmi yo uni qo'llab-quvvatlayapmizmi? Unga energiya beruvchi ayol bo'layapmizmi? Shuni ustida o'ylashimiz kerak.